GS kompaniyasi reduktorlarni yig'ish jarayoni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda metan, propan, gaz reduktorlari yig'iladi. GS kompaniyasining metan gaz reduktorini yig'ish jarayonini ko'rsanglar bo'ladi. Diafragmalar qo'yiladi. Orqa qopqog'i qo'yiladi. Mayda detallari ishlab chiqaradigan joyi. Hammasi kompyuterning sistemada o'zi kesib, o'zi avtomat ishlayotgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Reduktor uchun oddiy mayda detallari hammasi avtomatlashtirilgan. Avtomatlar orqali ishlab chiqariladi. Programma ishlab chiqarish liniyasi chetdan liniyasi boshlanadi. Bu liniyada polni kesib, diafragmalar ishlab chiqarib, keyingi liniyaga qo'yiladi. Bundan diafragmalari ikkinchi liniyasiga o'tgan holda. Bu yoqda o'sha sanab sifatlarini tekshirib, laboratoriyadan o'tgandan keyin sotuvga beriladi. GS kompaniyasining reduktorlari qadamma-qadam o'z liniyasiga kelib, oxiriga yig'ilganida test jarayoniga qo'yiladi va xuddi shunday test jarayonidan o'tib keladi.